Muqaddima. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diyektanlağa Şeyhül İslam İbn Qayyim el-Cevziyye rahimahullah'ın bir dostağa samimi nasihat risalesinden muqaddimeni okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Muqaddime. İmam Muhammed İbni Abu Bakr İbni Qayyim el-Cevziyye rahimahullah şundaq degan. Men dualarni icabet qilishdan umid kutadigan Allohdan birodar Alaiddinni dunyo oxiratda yaxshilikqa noil qilishini, uni boshqalar uchun yaxshilik manbasi qilib berishini, uni har joyda barakatli qilishini tilayman. Haqiqatan barakat kishining borganli yerida boshqalarga haqni o'rgatishidan va uchraganli kishiga nasihat qilishidan keladi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Isa alayhissalomning o'zi to'g'risida shundaq deganligini bayon qilgan. وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Tercümesi: qayerda bo'lay meni barakatli qildi. Sura Maryam 31. ayet. Bu ayetning ma'nosi u, ya'ni Allah subhanahu va taolo meni yaxshilikni o'rgatkichi, Allohga da'vat qilguvchi, kishilarga Allohni aslatganlarni va ularni Allohga itoat qilishga rag'batlantirganlarni qo'g'dug'uchilardan qildi deganlikdir. Haqiqatan yuqoridagi sifatlarning hammasi kishining barakati jumlasidandir. Agar bir kishida yuqoridagi sifatlar kamchil bo'lsa, u o'zi barakatdan mahrum bo'lib qolmasdan, uning bilan ko'rishish va birga o'ltirishdimi barakat bo'lmaydi. Birinchi, vaqtning qimmati. Buningdan sirt bu xil barakatsizlik shu kishi bilan ko'rishgan yoki uningga hamroh bo'lganlarga ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu xil kishilar hamrohining qalbini o'ltiradigan, navbatdagi ushaq-tushaq ahvollar va o'tmishdagi voqealar haqida gap setish orqali vaqtni isrof qiladi. Chunki vaqt isrofchiligi va qalbning buzilishi insonning beshiga keladigan barliq yomonliklarning bosh manbasidir. Bu kishini savobdan mahrum qilib qolmasdan Allah subhanahu va taoloning nazaridagi darajasini tushirib etadi. Ana shu sababdan ba'zi olimlar shundaq nasihat qilishgan. Birga yurgan taqdirda vaqtingni isrof qilib qalbingni buzadigan kishilar bilan birga yurma. Bo'lmasa barliq ishlaring vayron bo'ladi va Allah subhanahu va taolo Qur'onda zikr qilgan tuvandikidek kishilardan bo'lib qolasan. Tercümesi: biz dilini zikrimizden g'aflat qoldirgan, nafsi xohishiga ergashgan, ishi haddidan oshgan odamga itoat qilmagan. Sura Kaf 28. ayet. Agar siz mushu holatdagi kishilarning ahvoli haqida tafakkur yurgizsangiz, ularning hammasining qalbining az bir qismlari buningdan mustasno bo'lishi mumkin. G'aflatda ekanligini, shundaqla tamoman g'aflatga cho'milganga qadar havoyi havasiga ergishib mengayverdiganligini bayqaysiz. Chunki ular o'z qalbiga manfaat qiladigan, qalbining taqvosini kuchaytiradigan ishlarni qilmaydi. Buningdan sirt o'ziga foyda akilalmayli qolmasdan, aksicha aman bir kuni o'zini ziyonga uchratadigan ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Madarij-i Salikin 1-jild 454-betdan 456-betlargacha. Allah subhanahu va taolo o'z payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni bu toifaga
itoat qilmaslikni buyurgan. Shu vajidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qilish bu toifaga tava kishilarga itoat qilmaslikni taqozo qiladi. Chunki ular havoyi havasiga ergishishga va Alloh subhanahu va taolaning zikridan g'aflat qilishga chaqirdi. Ikkinchi, g'aflat va havoyi havas. Agar Alloh subhanahu va taoladan va oxiratdan g'aflat qilishga, nafs xohishiga ergishish qo'shilsa, buningdan faqat qabih oqibatlar yuz beradi. Shundaqla bu ikkisi har vaqt chambarchas bog'langan bo'lib, bir-biridan ayrila olmaydi. Agar biraylan dunyodagi umumyuzlik va konkret fitna fasodlar haqida tafakkur yurgizsa, g'aflatning bandining Alloh subhanahu va taolani tushunishi va tonishiga to'sqinlik qiladiganligini bayqaydi. Havoyi havasga ergishish birovni haqni izlashdan va uningga bo'ysunishdan yiroqlashtirdi. Oldin qisqadek ahvolga duch kelgan kishi Alloh subhanahu va taolo sura Fatihada bayon qilgan ozg'onlar qatorida. Keyingilar bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning g'azabiga uchraganlar qatorida bo'ladi. 3. İn'am qilinganlar. Buning aksicha Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini ato qilgan kishilar Alloh o'zi to'g'risidagi ilmlarni egallashga, ondan Allohga bo'ysunishga, ondan Allohni hammadan muhim ko'rishga yetaklagan kishilardir. Darvaqa boshqalar halokat yo'lida yurganda, bular omon esanlik yo'lida mong'uchilardir. Ana shu sababdan Alloh subhanahu va taolo bizni har kech kunduzda namozlarda tuvandagi duoni takror o'qishga buyurgan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Tarjimasi: bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. G'azabinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlagin. Sura Fatiha 6-7 oyatlar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan to'g'ri yo'lga hidoyat qilinganlar qatorida bo'lish uchun Allohning bandalari o'ziga dunyo oxiratda manfaat yetkazadigan barliq narsalarni bilishga, o'ziga foyda yetkazadigan narsalarni boshqa har qanday narsadan ustun ko'rishga va o'ziga dunyo oxiratda ziyon yetkazadigan barliq narsalardan yiroq turishga favqulodda muhtojdir. Lekin agar birov ilmga sal qarsa, ozg'onlarning yo'liga kirib qoladi. Agar birov izib Allohga itoat qilmasa, bo'ysunmasa, Allohning g'azabiga uchraganlarning yo'liga kirdi. Bu tushuntirishlardan yuqoridagi duoning va namozlarning fazilati va muhimligi insonning buni hayotiga tatbiqlashga naqadar muhtoj ekanligi bizga ma'lum bo'ladi. Chunki insonning dunyo oxiratdagi xushalliqi shuningga bog'liqdir. Banda har bir tiniqida, hayotining har bir daqiqasida, jumladan har qanday ishida Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyat qilinishga muhtoj bo'lg'achqa, bu duoning ijobat qilinishiga bo'lgan ehtiyoj hayotdagi kishi qilgan yoki tark etgan har bir ishda gavdlanib turdi. Chunki insonlarni faqat tuvandagidek turlarga ayirish mumkin. 1. Nadonligi sababli hidoyatga, ya'ni islomga zid aqidalarga e'tiqod qilgan yoki islomga zid amallarni sodir qilgan kishi. Shu vajidan u bu jihatlarda Allohdan hidoyat tilashga muhtoj. 2.
ba'zi ishlarda hidoyatdan xabardor, ammo bilib turib uningga xiloflik qiladigan kishi. Shu vajidan u shu ishlardan, ya'ni gunohlardan tavba qilishga muhtoj. 3. Muayyan ishlarda ham ilmda, ham amalda hidoyatdan mahrum qolgan kishi. U ilm elishdan va shu bo'yicha amal qilishdan ojiz kelgan. 4. Ba'zi ishlardagi hidoyati, ya'ni islomiy tushunchasi mukammal bo'lmagan kishi, u bir ishning muayyan tarafida hidoyat qilingan bo'lg'achqa, hidoyatini tamomlashga va mukammallashtirishga muhtoj. 5. Ma'lum bir ishda hidoyat qilingan, ammo shu ishning aloqador tafsilotlaridan to'liq voqif bo'lmagan kishi. Shu vajidan u shu tafsilotlar to'g'risida hidoyatga muhtoj. 6. To'g'ri yo'lni tepishga hidoyat qilingan, lekin shu yo'lga kirgandan keyin yana takror hidoyat qilinishga muhtoj bo'lgan kishi. Chunki to'g'ri yo'lga hidoyat qilinish ayrim masala, shu yo'ldan mangandan keyin hidoyat qilinish yana ayrim masaladir. Masalan, bir odam ma'lum bir shaharga boradigan yo'lni bilishi, ammo qanday vaqtda safar qilish, shu safarda qanchalik suv ilib olish kerakligi, yo'lda qayerda orom elishga bo'ladiganligi degandeklardan bexabar bo'lganligi uchun shu yo'ldagi safarlari qulaylik bo'lmasligi mumkin. Agar u yo'lni bilgandan keyinki hidoyat, ya'ni yo'l ko'rsatishga noil bo'lmasa, safarda azob oqibatga duchor bo'lishi yoki o'lib ketishi mumkin. 7. O'tmishda ma'lum bir ishda hidoyatga erishganidek, kelgusidami shu ishlarda hidoyatga muhtoj bo'lgan kishi. 8. Muayyan masalalarga nisbatan aniq tushunchasi bo'lmaganlikdan uning to'g'ri xatoligini bilmagan kishi. Shu vajidan u bu xususda to'g'risini bildirilishga muhtoj. 9. O'zini muayyan masalalarda hidoyat qilingan deb qaraydigan, ammo o'zini tuymagan holda ezib ketgan kishi. Shunglashqa u ahvolini o'zgartirishga muhtoj. Halbuki bu Alloh subhanahu va taolaning hidoyatisiz mumkin bo'lmaydi. 10. Muayyan masalalarda hidoyat qilingan va shu hidoyatni saqlab qolish uchun o'zi hidoyat qilingan ishda boshqalarni to'g'ri yo'lga boshlashga, ularga nasihat qilishga va yo'l ko'rsatishga muhtoj bo'lgan. Buning aksicha bo'lganda shu hidoyatdan mahrum qoladigan kishi. Birov boshqalarga to'g'ri yo'lni ko'rsatsa va haqni o'rgatsa, Alloh subhanahu va taolo uni hidoyat qiladi va uningga haqni bildirib, uni boshqalarni hidoyat qiladigan, o'zimi hidoyat qilingan kishilardan qiladi. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga boshlagan, boshqalarga ulgu bo'ladigan o'rnaklik kishilardan bo'lishni tilab duo qilgan bandalarni maqtab shundoq degan: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Tercümesi: Ula, ey Rabbimiz, bizge ayollarımız ve evlatlarımız arkalık şadlık bağışlışını, yani bizge sana itaatmen perzent ata kılışını tileymiz. Bizni takvadarlarının imamı, yani takvadarlarının namunisi, yaxşılıqqa davet kılgıcı qıygın deydi. Sure Furqan 74. ayet. İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayetini tefsirlep, bu ey Allah, başqalarını biz arqılıq hidayet qıygın deganlikdir degan. Ebu Salih bu ayetni başqalarını bizning hidayetimiz arqılıq hidayet qıygın
deb tafsirlagan. Makhul bu bizni taqvodorlikning namunasi qilgan va shu sababli taqvodorlar bizga ergashsin deganlikdir deb tafsirlagan. Mujahid bu bizni taqvodorlarning ergashgisi qilgan va taqvodorlikda shularga ergashishga nisb qilgan deganlikdir deb tafsirlagan. Salaf solihlarning ilmini anqiriy olmagan yoki ularning qanchalik chunqur ilmga ega ekanligini tonib yetolmagan kishilar Mujahidning yuqorqi tafsirida masala bordek his qilishib, buningga bu xil tushuntirishga ko'ra mazkur oyatning ma'nosi taqvodorlarni bizning imomimiz qilgan deganlik bo'lib qoladi deb raddiya berishgan. Men bundaq gaplardan Allohga sig'inaman. Qur'onda ma'nosida zidlik bor hech qanday oyat yo'q. Allah subhanahu va taala Mujahidni rahmatiga cho'mdirgayki, yuqoridagi tafsiri Mujahidning mukammal diniy tushunchasining namoyandasidir. Chunki shunisi ro'shanki, kishi o'zi avval taqvodorlarga ergashmay turib, taqvodorlarga imom, ya'ni yo'lboshchi bo'la olmaydi. Mana bu Mujahid rahimahulloh ta'kidlamoqchi bo'lgan nuqta. Ya'ni taqvodorlarga imom bo'lishdan iborat yuqori martabaga erishishning usuli o'zidan ilgari o'tgan taqvodor kishilarni o'rnak qilishdir. Shundoq bo'lganda Alloh subhanahu va taala uni o'zidan keyin kelganlar uchun o'rnak qiladi. Haqiqatan bu Qur'oni Karim haqidagi eng go'zal tushunchalarning biridir. Demak, kim o'zidan ilgiriki sunnatga chin yepishgan solihlarni ulgi qilsa, u o'z davrdoshlarining va o'zidan keyingilarning ulgisiga aylandi. Alhamdulillah. Yuqorida Ibn Qayyim rahimahullohning bir do'stga samimiy nasihat risolasidan muqaddima qismini angladinglar. Keyingi qitimni o'qishimizda sabr va jazm temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.